Assalomu alaykum, birinchi obunachilar. Navbatdagi shohona variantdagi so'rimizni Xudo xolasa bu 2026-yilda yangi so'rlarimiz bo'ladi. Xudo xolasa bu so'rimizni Navoiy viloyati Qiziltepa tumaniga olib kelib o'rnatganmiz. Buni razmerlari bilan bo'lgan. Mana bunaqa 4 metrga 4 metr razmerda bo'lgan. Xudo xolasa stokalari 10 ga 10, 2 lik qalinlikda bo'ladi. Taglariga 8 ga 4 ishlatganmiz yog'och qotirgan joylarga. Yog'ochlarni esa 3 lik qalinlikda, mana bu joylarga 6 ga 4, 1.7 dan keladi. Mana tepasiga o'zgacha ishlov berilgan. Xudo xolasa mana bu alyumin gullarni o'sha yaxshidan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa buni kraskalari o'sha demokraska bo'ladi. Ipli shikalantirang qilingan, bunga alohida tilla berib laklangan. Xudo xolasa yaltiroqlarni ham bemalol ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Mana bu joylarni alyumin gul qotirganmiz. Tepalarini esa o'sha alyumin gulni yonga kombinatsiya qilib o'rtasiga temir gul qilib berganmiz. Xudo xolasa tom qismlariga keladigan bo'lsak, tom qismlari o'sha steglavata tashlangan, uni tagidan setgan tepasidan steglavata tashlab turib, tepasidan tunka qilingan. Xudo xolasa vodostokalarigacha qilib berganmiz. Mana suv tushib ketishligi uchun Xudo xolasa, xo'sh, buni narx qiziq bo'lsa kommentariyada plyus qoldirasiz. Xudo xolasa bu narx to'g'risida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bitta O'zbekiston bo'ylab xizmat beraveramiz. Xudo xolasa xizmatlarimiz mahsulot narxi nechta bo'ladi?